Assalomu alaykum obunachilar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Videoni oxirigacha ko'ring, siz uchun foydali bo'ladi. Agar sizning molingiz tuqqaniga 10 kun bo'ldi, bachadan qisqarib, og'riqlari qoldi, lekin oldiga yem qo'yapsiz, yemish qo'yapsiz, yemayapti, juda kam. Tilini ko'ring, qilov emasmi? Agar tili qilov bo'lsa ham yemishga intiladi, lekin og'ziga olgandan til og'riydi. Bunda tuz ishqang va tilini qilovini ketkazing, molingiz ishtahaga kiradi. Agar qorni och, tili qilov emas, yemishni yemayapti. Oddiy shu mol aptikasidan gavdasiga qarab, bittadandir, ikkitadandir askarbinka berib ko'ring. Molingiz ishtaha kirdimi? Kuzatasizku molga qaraganda. Gavdasiga qarab ikkitadan, uchtadan askarbinka berib ko'ring. Mol ishtaha kiradimi? Agar shunda ham ishtaha kirmasa, molda bir boshqa muammo ketayotgandir. Undan keyin mol doktorga murojaat qilsangiz bo'ladi.